qancha bor senga qo'yganda qadam. Bola edim hali sho'x judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan. Endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, estaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim, oh yod tilagim oldinda ko'p orzularim. Qutlukdayman ушул майрам күн менен, ак ниеттүү педагогдук үн менен, баарыңарга бакыт таалай каалаймын, баалуу эмгек сапарына үндөгөн. Саламатсыздарбы урматтуу онлайн бүтүрүү кечегибиздин катышуучулары, урматтуу мугалимдер, ата-энелер жана биздин сүйүктүү окуучуларыбыз. Dilda ziyo borki umr sarafroz, mayli u hamisha baxt bilan to'lsin. Ey aziz o'quvchi, ey aziz ustoz, bu kun bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, qalbimiz chiroqlari bo'lmish bitiruvchilar. Bugun biz shu o'tgan 2019-2020 o'quv yilini sarhisob qilgan holda onlayn tarzda so'nggi qo'ng'iroq marosimini nishonlamoqdamiz. Bugungi marosimni ochiq deb e'lon qilaman. Mektebimizin direktörü İsmailov Sadıkcan Jo'rabayevga beriladi. Aziz bitiruvchilar, hurmatli ota-onalar va bugungi oxirgi qo'ng'iroq marosimining ishtirokchilari. Bugun jonajon Qirg'izistonimizning barcha bilim dargohlarida 2019-2020 o'quv yilining oxirgi qo'ng'irog'i yangraydi. Qirg'iziston maktablari o'zlarining navbatdagi qaldirg'ochlarini mustaqil hayotga yo'llashadi. Men bugungi kunda barcha bitiruvchilarimizni, ota-onalarimizni va maktabimizning ustozlarini bugungi qutlug' bayram, oxirgi qo'ng'iroq bayramidan chin qalbimdan tabriklayman. Mana bundan 9 yil, 11 yil avval maktabga qadam rajida qilgan bizning farzandlarimiz mana bugun maktabni bitirishib mustaqil hayotga qadam qo'yishyapti. Bu bitiruvchilarimiz o'zlarining odobli o'qishlari bilan, mehnatdagi yutuqlari bilan, sport musobaqalarida qatnashishlari bilan, maktabimizning jamoat ishlarida qatnashish bilan o'zlarini ko'rsatdilar va bizni qalbimizda chuqur iz qoldirdilar. Hurmatli bitiruvchilar, men barchalaringizga chin yurakdan oq yo'l tilayman. Qayerda ishlamang, qayerda o'qimang, hayot sizni qaysi jabhaga tashlamasin, sizga men sog'lik tilayman, muvaffaqiyat tilayman. Eng yuksak insoniy fazilatlar, halollik, poklik, vatanparvarlik, kattalarga hurmat, ota-onalarni izzatini joyiga qo'yish holatlari sizga yor bo'lsin. Siz bugungi kunda maktabingiz ustozlarining bitta qalbining qo'lini olib ketyapsiz.
Shu qo'l sizga umr bo'yi yo'lchi yulduz bo'lsin. Sizni hayotingizda boshlovchi bo'lsin, sizga yo'l ko'rsatuvchi bo'lsin. Barchalaringizni yana bir bor bugungi ulug' ayyom bilan, oxirgi qo'ng'iroq bilan chin qalbdan tabriklab, barchalaringizga tinchlik, omonlik, sihat salomatlik, barcha orzularni ushalishini xohlayman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, oq yo'l aziz bitiruvchilar. Кезектеги куттуктоо сөзү Ош шаардык кеңешинин депутаты Тажибаев Жыргалбек Дүйшеевич жана Ош шаарындагы номер 5 Амир Тимур муниципалдык аймактык кеңешинин төрагасы Исмаилов Хамидулло Халилуллаевичке берилет. Урматтуу биздин сүйүктүү, сыймыктуу бүтүрүүчүлөр. Бүгүн мына көптөн күткөн күн да келип, баарыңыздар турмуш жолун аттанып жаткан учурунда. Кече баарыңар мотурайган өбөктөр элеңер. Убакыт учкан куш демекчи, антип-минтип 11 жыл өтүптүр. Бүгүн баарыңар бир кесипке ээ болоюн, коомдо белгилүү орун элейин деген чоң максаттарыңарды коюп отурасыңар. Билеги күчтүү бирди жеңет, билими күчтүү миңди жеңет демекчи, эч качан билим алуудан чарчабагыла. Максатыңарга жеткиле. Ак жол сага бүтүрүүчү. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын номер 5 Амир Тимур муниципалдык аймактык башкармалыгында жайгашкан билим берүү мекемелеринин педагогикалык жамааттары, ошондой эле быйылкы 2019-2020 окуу жылынын бүтүрүүчүлөрү. Сиздердин биринчиден 2019-2020 окуу жылынын ийгиликтүү аякташыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүнкү дүйнөлүк коронавирус инфекциясына байланыштуу карантиндин катаал шарттарына карабай, сиздердин жигердүү, талыкпас эмгегиңиздердин күчү менен аралыктан окутууну ийгиликтүү жыйынтыктап, окуу жылын аяктап жатасыздар. Билим жана тарбия кылымдардан бери адамзаттын өсүп өнүгүүсүндө, калыптанышында, жөнөкөй айтканда, ар бир инсандын жашоодо өз ордун табууда негизги орунду ээлеп келет. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, биздин мамлекетибиздин бардык тараптан өнүп өсүшүндө жүгүмдүү билим тарбия берүүчү жалпы педагогикалык жамааттарга түйшүктүү, бирок сыймыктуу ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Ал эми биздин келечегибиз болгон жалпы окуучулардын сапаттуу билим алуу аркылуу келечекте мамлекетибизге, Кыргызстаныбызга, Ош шаарыбызга татыктуу инсан, мыкты адис, ийгиликтүү ишкер болушуңуздарга тилектешмин. Майрамыңыздар менен дагы бир. Bitiruvchilarimizni tabriklash uchun so'z navbatini ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Qodirova Zulayho Mirsalijonovnaga beramiz. Aziz bitiruvchilar, siz bugun jonajon maktabingiz, aziz ustozlaringiz bilan xayrlashib, mustaqil hayot sari qadam tashlamoqdasiz. 11 yil davomida ustozlaringiz sizni bilim cho'qqilari sari yetaklab, o'zlarida bor barcha bilimlarini sizga berdilar. Sizni jonajon vatanimizning yetuk farzandi bo'lib yetishingiz uchun butun kuch-quvvatini, qalb qo'rini sizga bag'ishladilar. Siz bugun mustaqil hayot ostonasi oldida turar ekansiz. Sizning jonajon maktabingiz, sizning ustozlaringiz sizga oq yo'l tilab, kelajak hayotning yorqin, mazmunli va pok bo'lishini tilaydilar. Qayerda o'qimang, qayerda mehnat qilmang, insoniy eng yuksak fazilatlar, vatanparvarlik, soflik, rostgo'ylik, mehnatni sevish, ota-onani va kattalarni hurmat qilishni olib ketmoqdasiz. Siz bugun o'zingiz bilan ustozlarning qalb qo'rini ham olib ketmoqdasiz. Ushbu kun sizning kelajak hayotingizga yo'lchi bo'lsin. Sizni ezgulik sari yetaklasin. Kelajakda ko'zlagan barcha rejalaringiz amalga oshsin. Maktabingiz va ustozlaringizni unutmang. Maktabning va ustozning nomlarini
pok saqlang va e'zozlang. Oq yo'l sizga bitiruvchi, Alloh sizga madadkor bo'lsin. Jonkuyar rahbarlarimiz o'z bitiruvchilariga tilaklarini bildiradi. Hurmatli aziz bitiruvchilarim, mana bugun hayotingizdagi eng muhim qadamlarni boshlash arafasidasiz. Ushbu mustaqil hayotingizda sizlarga yorqin kelajak, oilaviy va shaxsiy hayotingizda ulkan zafarlar, mustahkam sog'lik hamda so'nmas iroda tilab qolaman. Qayda bo'lmang, omon bo'ling shogirdlarim. Kunlar kelib bo'lar sizlar mashhur olim, kimdir rassom, kimdir bizdek bir muallim. Qayda bo'lmang, omon bo'ling shogirdlarim. Unutmangiz sizga bergan o'gitlarim. Kuni kecha mittigina o'g'il qizlari, bugun mana kamolatga yetib sizlari. Qaynoq qalbli bu dargohda bilim olib, necha bora tog'ni ishg'ol etib sizlari. Orzulari kamalakday bitiruvchi, qaldirg'ochday uchishga shay bitiruvchi. Aziz bitiruvchilari, barchangizga oq yo'l tilab qolamiz. O'quvchilik kunlarimi ortqa qayrilmay, bir qilchayib balali kes bizga qarab, biriga o'qigan, biriga turgan jandoshlarim, qo'shtoshimiz mektep menen klassdoshlarim. Menin klassdoshlarim, ak mektepte birga bo'lgan klassdoshlarim, bugunemi mektep menen qo'shtoshimiz, qo'sh bo'lami birga o'qigan klassdoshlarim. Sözü mektebimizin bitiruvchilarining ota-onalarine berildi. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehribon o'quvchilar. Bugungi qutlug' ayyom, mustaqil hayot yo'liga qadam bosar ekansiz. Sizlarga doimo tinchlik, xotirjamlik, hut baraka, kelsa ketmas davlat ato etsin Allohim. Ushbu qadam yo'liga sababchi bo'lgan aziz mehribon ustozlar, ayniqsa sinf rahbari, vaqti kelsa opa bo'lib, vaqti kelsa dugona bo'lib, ona bo'lib, bizlarning bolalarimizga yetakchilik qilgan Madinaxon Abdullajonovnaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu 7-maktab o'qituvchilari, fan o'qituvchilari, rahmat sizlarga. Chuqur bilim berib, bolalarimizni ardoqlab, shu yo'lga qadam bosishga sababchi bo'ldinglar. Aziz o'quvchilar, ushbu kunda men sizlarga tilagim, qayda bo'lmang, kim bo'lmangiz, odam bo'ling. Hayot gashtini surib, nurli ziyo bo'ling. O'zligingiz unutmang. Alloh sizga yor bo'lsin. Baxt, omad doimo hamroh bo'lsin. Oq yo'l aziz bitiruvchilar. Biz keksalar, ota-onalar doimo sizlarning baxtingiz uchun duo qilamiz. Gazetda bitiruvchilarimizdan maktabga, jana muallimlarga bo'lgan qavlo tilaklari. Assalomu alaykum. Ilm berishni payg'ambarlarimizdan meros qilib olgan, insonlar orasiga yaxshilik urug'ini sochuvchi, dengizdagi baliqlar, yerdagi qurt-qumursqalar ham istig'for aytuvchi ustozlarim. Siz borsizki dunyoda ilm va ma'rifat, xayr-u saxovat, yaxshilik davom etmoqda. Hazrati ustoz Jomiy aytganlaridek, siz misli qorong'ulikda nur sochayotgan quyoshdek-siz. Ustoz muallimsiz, qolganda zamon, nodonlikdan qop-qorong'u bo'lardi jahon. Salamatsizlar va hurmatli muallimlar. Bizga ilm bulag'in ochib, bilim bag'in balin jedirgan muallimlarimizga ömür bo'yi razıyız. Biz sizler menen sıymıqtanabız. Aru tilek balaga, ağa ejeke dedirgen, bilbegenin bildirip, bilim balin jedirgen. Maqto sağa muallim. Maktab olib qoldi shu yillarimiz,
Bo'ldi endi boshqa o'z yo'llarimiz, ulg'ayib borsak-da hali ko'ngli yosh. Xayr endi xayr aziz sinfdosh, sinfxonamizda qoldirgan iz, yosh to'la ko'zlarda shu izni iz, yil esa faqat sog'ich so'z. Xayr endi xayr aziz sinfdosh, qayerda bo'lsang ham sog' omon bo'lgin, olisda yursang ham mardona turgin, baxtli bo'l, omading kelsin ilohim. Xayr endi Хайр, азиз сыныпташ. Здравствуйте, дорогие учителя и ученики. Я хочу вас поздравить с последним звонком. В выпускном поздравлении мы хотим поздравить самых прекрасных людей. Это наши учителя. Делились щедро добротой, любви нам не жалели, чтобы настоящими людьми мы в жизни стать сумели. Спасибо вам, учителя, за знания и умения. Дай Аллах вам благо и терпения, сил, любви, доброты и терпения. O'zimdan qalqiydi quvonch yoshlarim, maktab dargohini tark etar bu kun, yangi hayotga ham qo'yishar qadam, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Maktab dargohini tark etib ketish men uchun azobdir, bu axir azob, yuragimni ezar bir og'ir qiynoq, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Bitiruvchilar, o'z qasamiyotingizni bering. Biz 2020-yil bitiruvchilari jonajon maktabimizni mamlakatimizda to'lqinli o'zgarish bo'layotgan bir vaziyatda bitirmoqdamiz. Lekin shunga qaramay 11 yil davomida biz jonajon maktabimizda aziz va mehribon ustozlarimiz bag'rida va ulg'aydik va ta'lim oldik. Biz bitiruvchilar aziz ustozlarimiz bizga ta'lim tarbiya berishdi. Qilgan mehnatlari uchun bosh egib ta'zim qilamiz. Ushbu tantanali kunda maktabimiz va o'qituvchilarimiz nomiga dog' tushirmaslikka qasamyod qilamiz. Qayerda ishlamaylik, qayerda o'qimaylik. Vatanimga sidqildan mehnat qilaman. O'qishga, vatanimizni jondan ortiq sevishga va uni har qanday talablarga labbay deb javob berishga qasamyod qilamiz. Umrimiz bo'yi rostgo'y, mehnatsevar, insonparvar bo'lishga, ota-onamiz, ustozlarimizni e'zozlash va hurmat qilishga qasamyod qilamiz. Maktabimizni va ustozlarimizni hech qachon unutmaslikka, vatanimizning bayrog'ini yanada ham baland ko'tarishga qasamyod qilamiz. Tabriklashib kimnidir kimlari, berilmoqda dastalab gullari, nahot endi qaytmas bu yillari, chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Onlayn bitiruv kechamiz o'z so'nguna kelib jetdi. Hurmatli bitiruvchilar, baringizlarga aq yo'l. Yeah.